Bodybuilding sport turi bo'yicha 3 karra O'zbekiston chempioni va jahon chempioni Shohrux Mirzo Ergashev akamiz. Ko'pchilik uchun biz juda ham kibrli insondek ko'rinamiz. Birinchi o'rinda intizomli uchun. 88% sportchi sahnaga chiqishdan oldin chidolmay suv ichib yuboradi. 280 kiloda jimnaga amaliyot ishlaganmiz. Agar prisedanada bo'lsa 280 kilo. Natural sportchilar yutolmasligining asosiy sababi birinchisi ko'krak mashqi, yelka mashqi va qo'l mashqi ishlasa, pochka ishdan chiqdimi, umrimiz davomida qayta musobaqaga chiqa olmasligi mumkin. Kurssiz maksimal nima qilib bo'lmaydi. Eng qiyini o'sha Mongoliya davlatidan bo'lgan. Ikkinchi bilan uchinchi o'rinda o'sha mongoliyaliklar olgan. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugungi podkastimiz mehmoni bodybuilding sport turi bo'yicha 3 karra O'zbekiston chempioni va jahon chempioni Shohrux Mirzo Ergashev akamiz. Akajon, xush kelibsiz. Charchamayapsizmi akajon? Rahmat. Xo'p, qalay bo'ldi musobaqalarimiz? Musobaqa har doimgidek qattiq tayyorgarlik, qattiq dieta bilan qiyinchilik tug'dirmadi-yu, lekin oxirgi 3-4 kun juda ham bizga qiyinchilik tug'diradi. Sababi suv ichmaymiz. Tanadagi maksimal suvni haydagan holatda, ya'ni tanani quritib, faqat muskul o'zi qolgan holatda musobaqaga chiqamiz. O'shanda ozgina qiynalamiz-ku, atak o'shangacha bo'lgan davr ham qiyinchilik tug'diradi-yu, lekin oxirgi 3 kunlik juda ham qiyin bo'ladi. Suv ichmasdan 2 kun yurish juda ham qiyin organizmga, chunki odamzod 70-80% suv bilan tirik. Biz o'sha 70-80% da ham maksimalni 1-2% gacha tushirib tashlaymiz. Ozgina qiyinchilik bo'ladi, lekin o'sha dietani buzmagan holatda maksimal harakat qilib g'alaba qozonsa bo'ladi. Sizni sportchi sifatida taniymiz, lekin siz kimsiz aslida? Boshqalar uchun. Boshqalar uchun endi ko'pchilik bizni ijtimoiy tarmoq orqali kuzatishadi. Ko'pchilik uchun biz juda ham kibrli insondek ko'rinamiz. Ko'pchilikdan eshitganman, lekin bizlar bilan kelib suhbatlashgan odam bizani ichki dunyomizda, xarakterimizni, muomalamizni ko'rgandan keyin o'zini fikrini aytadi, lekin hamma aytgan. Sizni men unaqa deb o'ylaganman, lekin unaqa inson emas ekan. Aslida boshqacha ekansiz. Aslida boshqacha insonsiz deb aytishadi. To'g'ri. Xo'p, sportdagi asosiy qadriyatingiz nima? Xo'p, sportdagi asosiy qadriyatim bu sportga kirganimga 10 yil bo'lgan bo'lsa, haligacha shu sportdan chiqmadik, o'sishda davom etyapmiz va harakatdan to'xtaganimiz yo'q. Mani qadriyatim maksimal darajada shu sportni rivojlantirish, o'zimda formamni ushlagan holatda, yana ham insonlarga motivatsiya bergan holatda yaxshi forma, sog'lom hayotga ularni intilishiga harakat qilish. Shohrux aka, formaga emas, intizomga ishlayman degan yondashuv sizda qanaqa? Birinchi o'rinda intizom men uchun. Agar intizom bo'lmasa, xohlagan bitta yo'nalish bo'ladimi, kasb bo'ladimi, farqi yo'q. Intizomsiz hech narsaga erishib bo'lmaydi. Xohlagan narsaga erishish uchun intizom. Bu forma ikkinchi darajali. Agar intizom bo'lmasa, hech qanaqa forma qila olmaysiz. Birinchi o'rinda intizom bo'lish kerak. Mana musobaqaga chiqib yuramiz, misol uchun shug'ullanamiz, shishamizda pamp bo'ladi-da. Lekin oynaga qaragan paytimiz bu o'zimizni boshqacha tasavvur qilamiz. Siz oynaga qaraganingizda o'zingizni qanaqa o'ylagansiz? Men haligacha oynaga qarasam, o'zimdan qoniqmayman. Chunki bu sportga shunchalik bog'lanib qolganmanki, qo'pol bo'lsa ham narkomandek his qilaman o'zimda. Chunki zalga bir kun bormasam ham nervisht qilib zalga borib trenirovka qilaman. Chunki trenirovka qilganimdan keyin ham to'g'ri pamp bo'ladi muskul. Oynaga qaraydi, yana 1 soatdan keyin orqaga qaytadi narsa. Va hammadan beriladigan savol men uchun ham juda ko'p keladi bunaqa savol. Tak, ya'ni o'zimdan kamchilik topaveraman. Yana ham ishlash uchun harakat qilaman. Intilaveraman. Shu maksimalni ideal qilishga harakat qilaman formani. O'shanda maqsadlarimga erishish uchun harakatdan to'xtamayman. Shu sport turida eng og'riqli mashg'ulotingiz qaysi bo'lgan? Eng og'riqli, eng og'ir, lekin yaxshi ko'rib bajaradigan mashg'ulotim bu oyoq mashqlari. O'zi hamma uchun oyoq eganda. Siz Ibrohim aka bilan ishlaganimizda, siz bilan ham ishlaganimizda oyoqqa juda e'tibor beramiz. Haqiqatan juda og'ir ishlaysizlar-da. Shu oyoqqa ishlagan rekordingiz necha bo'lgan? Og'irligi bo'yicha. 280 kiloda jimnaga amaliyotib ishlaganmiz. Agar prisedanada bo'lsa 280 kilo. Hamma ham ko'tara olmaydi lekin. Xo'p. Shohrux aka, kurs qabul qilganda o'zingizni qanday his qilasiz? Kurs qabul qilganda birinchi o'rinda erkaklik gormoni, testosteron gormoni juda ham ko'tarilib ketadi. Chunki muskul erkaklik gormoni qancha baland bo'lsa, o'shancha tez rivojlanadi. Muskul shunchalik tez o'sadi.
ya'ni organizm восстановленияsi tez bo'ladi, ya'ni qayta o'zini tiklash. Hmm. Kurs qilganda sirazi muskullar pamp bo'ladi, kuch oshadi, appetit oshadi, testosteron ko'tariladi, ya'ni jinsiy hayotga bo'lgan xohish ham ancha oshadi. Qarang, kursdan tashqari natural sport bo'yicha gaplashsak, natural sportchilar musobaqalarda yutolmaydi degan fikrga qanday qaraysiz? Xo'p, natural sportchilar yutolmasligini asosiy sababi siz misol uchun natural holatda chiqib yutaman deb maksimal forma qilishingiz mumkin, lekin sizni sopernigingiz 100% kurs qiladi. Siz o'sha sabab yutqizib qo'yasiz. Majbursizki yutish uchun kurs qilish shart. Ya'ni bu bodybuildingda hali o'zimizda natural federatsiya endi ochildi, hali ishga tushgani yo'q, endi ochildi-yu. Natural bodybuilding musobaqalari bo'ladi, lekin hali emas. Lekin bu o'zimizda bodybuilding desa, kurs qilinmasa yutqizib qo'yasiz. Tushunarli. Demak, hali natural bodybuildingga vaqt bor. Bor, ozgina. Tushunarli. Shohruh aka, sahna oldidan hayajonni qanday bosgansiz? O'zi sahna oldidan umuman hayajon bo'lmaydi menda. Oldin birinchi chiqqan sahnangizda hayajon qanaqa bo'lgan? Birinchi chiqishimda, musobaqaga birinchi marta sahnaga chiqishimda juda ham hayajon bo'lgan. Даже chiqqandan keyin qanaqa pozirovka qilish esimdan chiqib ketib qolgan. Yodimdan chiqib ketib qolgan. Nima qilish kerak, qanday turish kerak, qanaqa komanda berilganda qaysini qilib bilish kerak. O'shanda hayajonlanganimda, chunki sahnada juda ham ko'p odam bo'ladi, tomoshabinlar. Ular oldida meni bosib turish qiyin, juda ham hayajonni bosish qiyin. O'shanda birinchi marta juda ko'p xato qilib qo'yganman, adashganman. Keyinchalik o'zi har sahnaga chiqib ko'rgandan keyin o'zim juda erkin his qilaman. Sahnani chunki sog'inaman. Har musobaqaga kamida 1 yil tayyorlansak, sahnani sog'inganligim uchun umuman hayajon bosmasdan o'zim erkin his qilib, xohlagan pozirovkani ko'rsatib olaman. Massa olish uchun nima yeyish kerak? Bu menimcha umumiy savol bo'lsa kerak, hamma bersa kerak. Massa olish uchun deyarli kun ora savol keladi. Ijtimoiy tarmoqda mana shunaqa savol. Massa olish, vez tashlash, arqlash. Massa olish uchun ko'pchilik nima ichay, nima olay deyishdan boshqa narsadan savol o'tmaydi. Sport pitanadan nima olay deydi. Bu xato narsa. Birinchi o'rinda sport pitana rol o'ynamaydi hech qachon. Birinchi o'rinda ovqatlanish rejimi. Ko'pchilik nima ovqatlanasan desam, ovqatlanishim zo'r, men sport pitanadan nima olay deydi. Savol beraman, nima ovqat yeysan, necha mahal ovqatlanasan? Yaxshi ovqatlanaman deydi, lekin ovqatlanishini tartibi 0. Ya'ni organizmga muskulli, kerakli oqsil va uglevodni beradigan ovqatlar emas. Uyda nima sho'rva bo'lsa sho'rva, pelmen bo'lsa pelmen, shu narsani aytadi. Lekin unaqa narsa bilan vez olib bo'lmaydi, massa qilib bo'lmaydi. Massa olish uchun birinchi o'rinda to'g'ri ovqatlanishga e'tibor berish kerak. Chunki juda ham yaxshi bilasiz o'zingiz ham. Bu sportda biz ham sizni shug'ullantirganmiz, ovqatlanishni ham bilasiz, qanday ovqatlanish kerak. Massa olish uchun kamida 4-5 mahal to'g'ri ovqatlanish, keyin sport vitaminan gainer, kreatin qo'shimchalarini qo'shsa bo'ladi. Mana misol uchun menda motivatsiya bo'lmay qoladi-da, lekin ularga chiqmay qolishim mumkin yoki qanaqadir tushkunlik bo'lib qoladi. Sizda u qanaqa bo'ladi? Sizda motivatsiya yo'qolib qolsa nima qilasiz? Men lekin motivatsiya tushunchasini oddiy tushunaman, bir yonib bir o'chish. Chunki men motivatsiyaga muhtojlik joyim ham yo'q, chunki motivatsiya yo'q narsa o'zimizda, o'zbekda, o'zbekchiligimizda intizom degan narsani bilaman. Intizom bilan hamma narsaga erishaman. Chunki mana bu musobaqa vaqtimiz bizga motivatsiya degan narsa, ya'ni triumfga zo'rg'a qilamiz, majburran triumfga qilamiz. Sababi qattiq dietada hech narsa yoqmaydi. Даже oldingizda o'tirgan inson hazillashsa ham yoqmaydi, kulsa ham yoqmaydi. Chunki dietada yurgan odam ovqat yemagandan keyin energiya, настроение bo'lmaydi. Birinchi o'rinda menda intizom, motivatsiya yo'q narsa. Intizom bo'lsa, любой narsaga erishsa bo'ladi. Kaloriyani qanday nazorat qilasiz? Misol uchun har xil ovqat yeb qo'yish mumkin-da, boshqa odamlar siz kabi ovqatlanmaydi, siz kabi shug'ullanmaydi, siz kabi intizomi bo'lmaydi. Lekin misol uchun har xil Instagramga video chiqaradi, har xil trenerlar bor, bunaqa ovqatlanish kerak, bunaqa ovqatlanish kerak deydi, lekin nazorat qilishni bilmaydi kaloriyani. Siz kaloriyani qanday nazorat qilasiz? To'g'risini aytsam, men maksimal kaloriyani hisoblamayman. Maksimal kaloriya hisoblamayman. Men основной o'sha 100 gram uglevodda, ya'ni 100 gram makaronda necha foiz uglevod bor, toza uglevod bor, oqsilda, go'shtda qancha oqsil bor, o'shani основной hisoblab olaman. Ko'pincha men maksimal kaloriya hisoblamayman, lekin vez tashlashda ham, lekin kaloriyani hisoblayman. Vez tashlayotgan vaqtda ko'proq kaloriya yo'qotishga harakat qilaman. Ya'ni kardio mashqlari bor, og'ir trenirovkamiz bor. Dieta maksimal ushlagan holatda vez tashlayotgan vaqtda yeydigan ovqatingizni grammi kamayib ketaveradi. Har bir haftada
20 gramm 30 grammdan uglyot oqsil kamayib ketaveradi, lekin rasxod qilinadigan, ya'ni chiqarib tashlaydigan kaloriyani hisoblab boraman. Qarang, hayotingiz davomidami, sportdami eng qiyin kuningiz qachon bo'lgan? Shu kunni eslay olasizmi? Eng qiyin kunim. Hayotim davomida eng ko'p qiyin kunim bo'lgan bu shaxsiy bu masala. Endi sportda eng qiyin kunim menda faqat maksimalni musobaqaga qolgan 2 kunni hisoblayman. Eng qiyin kunim. Chunki 2 kun maksimalni suv ichmayman. Tanani quritish, ya'ni bu pochkani ishdan chiqarishgacha olib keladigan narsa bu. Maksimal. Risk qilinadi bu narsa. Agar xato qilinsa, ya'ni dieta, tanani suvni quritish, sliv qilish xato qilsa, pochkani ishdan chiqarish mumkin. Pochka ishdan chiqdimi, umrimiz davomida qayta musobaqaga chiqa olmasligimiz mumkin. Ana shundan qo'rqaman. Ana shu eng qiynaladigan narsam shu. Mana bu misol uchun endi zalga chiqqan odamlar yoki zal bilan 1 oy yo 2 oylab shug'ullanib yurgan odamlar bo'ladi-da. Ariq bo'ladi yoki semiz bo'lishi mumkin. Eng yaxshi ko'rinish uchun misol uchun qaysidir muskulga ishlash kerak-ku. Futbolga kelgan payti o'sha muskullarni nomini ayta olasizmi? Ko'pchilik hozir formani maksimal ideal qilish shart emas. Musobaqaga chiqadigan darajada trenovka qilish shart emas. Ular faqat ko'cha uchun, ya'ni o'zini tanasini chiroyli ko'rsatib yurish uchun, o'ziga yoqish uchun, futbolkani to'ldirish uchun asosiy 4 ta muskul ishlasin yoki 3 ta muskul ishlasin. Birinchisi ko'krak mashqi, yelka mashqi va qo'l mashqini ishlasa, asosiy haftada 3-4 kun o'shani o'zi yetadi. Bizga o'shqa bodybuildingchilar trenovka qiladigan, biza maksimal har bitta detalga alohida mayda muskulgacha ishlash shart emas ular. O'zini hayoti uchun oddiy trenovka qilsin, 3 ta 4 ta muskul ishlasin. To'g'ri aka. Xo'p bo'ladi. Qaysi bosqichda eng katta xato qilgansiz? Sportdami? Qaysi bosqichda? Haligacha lekin xato qilmadim lekin. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Ko'pchilik savol berishi mumkin. Kurssiz ham bu formani qilsa bo'ladimi? deb savol bersa, siz nima degan bo'lardingiz? Kurssiz maksimal bunaqa forma qilib bo'lmaydi. Qilish mumkin. Pitaniya, sport pitaniya bilan, og'ir trenovka bilan qilish mumkin, lekin ma'lum bir darajagacha borib bu narsa to'xtaydi. Kurs lekin maksimal sizni formangizni super qilib beradigan narsa. Lekin kursni qilib turib ham to'g'ri ovqatlanmay, yaxshi trenovka qilinmasa, hech qanaqa foydasi bo'lmaydi kursda ham. O'sha oddiy odam bilan kurs qiladigan odam formasi bir xil bo'lib qoladi. U uchun kurs qildimi, ya'ni 2 barobar og'ir trenovka qilish kerak, 2 barobar ko'p ovqatlanish kerak va ko'p dam olishga to'g'ri keladi. Oddiy odamda unaqa bo'lmaydi, chunki organizm qabul qilmaydi ko'p narsani. Kurs davomida esa aptit juda ham ochilib ketadi. Ko'payganga yarasha ko'p trenovka qilish kerak. Shohruh aka, mana misol uchun kreatin ichgan yoki protein ichib yuradigan odamlar do'stlari bo'ladi-da. Misol uchun shishib ketadi, baquvvat bo'ladi yoki undan ko'ra kattaroq ko'rinadi-ku. O'sha do'sti kuyishi mumkin-da. Shunga siz nima deysiz? Sen o'sha kreatin yoki protein orqali ichib shunaqa holatga kelib qolding deydi. Ularga nima deysiz bo'ladi? Mana shu savolga bitta voqea esimga tushib qoldi. Bizda ham bitta bola bo'lardi. Biz bilan trenovka qilardi. Ya'ni shogirdimiz. Biz chunki necha yillik stajimiz bor, og'ir trenovka qilamiz. Bilasiz, ko'rganingiz bilan trenovkani. Biz og'ir trenovka qilganimizga u novichok, ya'ni yangi kelgan bola edi. Bizaga endi qiziqish ham deb bo'lmaydi. Sal o'sha kuyinchoqlik xarakteri bor edi. Uni biz sezardik-ku, lekin bildirmasdi bizaga. Biz o'sha nechta inson bizning oldimizga keladi, psixolog ketdik. Kim qanaqa maqsadda kelyapti, qanaqa muomala qilyapti, nima maqsadda muomalasi yaxshi. O'sha bola bizlar bilan trenovkani bir xil bajaraman deb kuyardi. Har trenovkadan biza ko'targan narsani yo'q, ko'tarma qo'ysang, holi ancha bor. Deyishimizga qaramasdan og'ir vesni ko'tarardi. Yo'q, men ham tezroq bo'laydi. Lekin bizdan necha yil, 10 yillar o'tib ketdi unaqa stajga. Endi kelgan bola. Ana shu narsani kuyinchoqlik qilib, belida grijdan orttirib, bu sportdan chiqib ketdi. Shuning uchun nima demoqchiman, kuyinchoqlik kerak emas, kuyinchoqlik. Faqat sabr qilish kerak, mehnat qilish kerak. Muskul birdan o'sadigan narsa emas. Muskul millimetr o'sadigan narsa. Ya'ni muskul siz kuni bilan 8 ming xil ovqatlaning, muskul o'smaydi. Qachonki siz uxlaysiz 8 soat, o'shanda muskul uxlaganda dam olib o'sadi. Kuyinchoqlik kerak emas, hech narsani o'zgartira olmaysiz. Ya'ni o'zingizga zarar yetkazishingiz mumkin. Tez o'saman deb og'ir trenovka qilib, bir joyingizga shikast yetkazishingiz mumkin. Shohruh aka, sahna orqasida
musobaqaga chiqqansiz, sahna orqasida ko'pchilik nima bo'lishini bilmaydi-da. Shu haqida gapirib bersangiz. Sahna ortida biza faqat, yana aytaman, suvsizlik bilan kurashamiz. Eng qiyini suvsizlik. Sahna ortida o'zimizni saperniklarimiz ham bo'ladi. Saperniklarimiz ham bo'ladi. U saperniklarga hurmat yuzasidan endi aytaman. Ularning formasiga qaraymiz. Qani kim qanaqa forma qilgan, kim tanasi quruq, kimda suvli, kimdir yaxshi forma qilib keladi-yu, bir kun qolganda tarozda o'tgandan keyin formasini buzib qo'yadi. Oddiy bir qultum suv formani buzishgacha olib keladi-da. Maksimal. Chunki tana qurib turadi, pochka ishlab turadi, pochkaga suv tushganda sразу terni rosa kirib ketadi suv. Formasini buzib qo'yadi. Shuning uchun sahna o'rtada biz asosiy suvsizlik bilan kurashamiz. Suvsizlik bilan kurashish juda ham qiyin, chunki bu holatga tushgan inson biladi, uni hech kim sezmaydi, narsani his qilmaydi. Ana shu narsalar bilan kurashib, keyin saperniklar formasiga qarab Allohga tavakkal qilib chiqamiz formaga. Bu borada ana nafs baribir aytadi, yo'q, san nariroq suv ichdek yaxshi ketadi deydi. Shuni. Shu nafsni qanday tarbiyalaysiz, qanday jilovlagansiz? Maksimalli, короче, 88% sportchi sahnaga chiqishdan oldin chidolmay suv ichib yuboradi. Kola ichadi, oddiy suv ichadi. Lekin u narsa mumkin emas. Qachon mumkin? Musobaqa tugagandan keyin, o'sha yaxshi natija qilgandan keyin sekin-sekin suv ichish mumkin. Lekin ko'pchilik ana shunga chidolmaganligi uchun yutqizib qo'yadi bizga. Bizani yutug'imiz, biz nima uchun doim g'alaba qozonamiz? Biz o'sha sahna o'rtada suv ichmaymiz. Biz o'zimizni irodamiz shunchalik kuchli, chunki bu sport sabr va irodani kuchaytiradigan sportda, intizomni. Ana shu narsa bo'lmasa, hech kim bu sportda g'alaba qozona olmaydi. Ya'ni o'zimiz xohlaymiz shuni. Yutmoqchimisan, chida. 15 minut qoldi, 5 minut qoldi, chidash kerak. Agar chida bilmasak, 2 oy qilingan diyeta hammasi bir teng bo'ladi. Mana musobaqalaringizni ko'ramiz, Ibrohim akanikini, siznikini musobaqalarda har doim g'olib bo'lib kelasizlar. Bundan keyin ham g'olib bo'lishingiz nasib bo'lsa, musobaqa tugagandan keyin medalni oldingiz, bo'yinga toqdingiz. Qorin och. Nima yeysizlar birinchi? Birinchi o'rinda sekin-sekin suv ichish boshlaymiz. Suv, keyin biz birdan og'ir ovqat yeya olmaymiz, chunki 2 oy davomida biz ovqatni kamaytirib oshqozonni shunchalik kichrayib qoladiki, oddiy bitta bir bo'lak non ham oshqozonga sig'maydi. Ya'ni oshqozonga og'irlik qiladi. Birinchi o'rinda biz suyuq ovqatlarni yeyishni boshlaymiz. Suyuq ovqatdan keyin o'sha bog'i tandir kabob, shashlik sekin-sekin ketaveradi. Hammasi ketadimi birdan? Yo'q, birdan ketmaydi. Bitta. Tushunarli. Shohruh aka, mana musobaqada eng qiyin musobaqa qaysi bo'lgan? Qayerdagi musobaqa bo'lgan? Siz uchun. Eng qiyin musobaqa o'sha 2023-yil noyabr oyida o'tkazilgan Koreyada o'tkazilgan jahon chempionati bo'lgan, jahon chempionati bo'lgan. Unda mana biz O'zbekiston chempionatlarida, O'zbekiston ichida o'tkaziladigan musobaqalarda 2 kun suv ichmasak, biz Koreyaga 5 kun suv ichmaganmiz. 5 kun. 5 kun suvsiz yashaganmiz. Gastitsada. Plus tarafi 5 kun chidaganimiz sababi Koreyada juda ham salqin bo'lgan, yo'q. Xuddi o'zimizda zomin qanday salqin bo'lsa, o'shanaqa joyga tog'lar orasiga ketganmiz musobaqaga. 5 kun suv ichmasdan zagorska qilganmiz. Ya'ni uglevod yeganmiz, muskulni pamp qilish uchun, lekin suv ichmaganmiz. Ibrohim bilan birga ketganmiz, akam bilan. 5 kun chidaganmiz, 5 suvsizlikka. Eng qiyin musobaqamiz ana shu bo'lgan bizani. Allohga shukr, o'sha 5 kun chidagan holatda keyin chiqib o'tganmiz musobaqani. O'sha musobaqada raqiblaringiz O'zbekiston emas-ku, Koreya yoki boshqa dunyo davlatdan kelgan odamlarda eng qiyin raqibingiz kim bo'lgan? Masalan, men o'zimda kategoriyamda 13 ta davlatdan kelgandi. 13 davlatdan har bitta sportchi. Ya'ni 14 kishi, bitta davlatda 2 ta kelgan. O'sha 14 ta davlat, 13 ta davlat ichidan 5 kishini ayirib oladi. Asosiy 5 kishi o'tadi finalga. Yarim finaldan finalga o'tadi. Eng qiyini o'sha Mongoliya davlatidan bo'lgan, menga sapernik. Ya'ni 2-chi bilan 3-chi o'rinda o'sha mongoliyaliklar olgan. Bitta davlatdan. Ikkalasi ham yaxshi formada edi. Men ozgina endi baribir jahon chempionatiga birinchi marta chiqqandim, ozgina qo'rqqandim. Ya'ni xato qilib qo'ymadimmi oxirgi kunlarda? Qanday biladi? Endi menga ular любой sportchi u yoqda sahna o'rtada katta ko'rinadi, saperniklar. Juda ham katta ko'rinadi, nerealniy formada ko'rinadi. Lekin o'zingizni formangizni siz o'zingiz ko'ra olmaysiz-ku. Sahnaga chiqqaningizda hammasi aniq bo'ladi. Har bitta detal, forma qanday suxoymi, suxoy emasmi. O'sha mongoliyalardan sal qo'rqqandim.
juda ham kuchliroq edi ular. Lekin formam ulardan yaxshiroq ekan. Men sahnaga chiqqan vaqtda keyin videolarini ko'rib tomosha qildim musobaqadan keyin. O'sha men birda oldim, o'sha men qo'rqqanlar 2 va 3-o'rinni olgandi. Biroq keyin Malayziya, Hindiston qolganlar shu o'rinlar o'zini o'rniga tushib. 3 ta maslahat bering sport, salomatlik va hayot haqida. 3 ta maslahat. Birinchi o'rinda intizomli bo'lishni tavsiya qilaman. Intizom. Agar sog'lom bo'lishni xohlasangiz, intizom is sport. Intizom is sport. Har bir sohada eng sizga yordam beradigan, sizda kelajakdagi nima muammoingizni yechadigan, muammo eshiklarini kaliti bo'la oladigan narsa bu sport. Chunki men o'zimni hayotimdan kelib chiqsam, xohlagan yo'nalishga men kimga ishim tushgan bo'lsa, ana shu sport orqali menga yo'l juda ochilib ketadi. Ko'pchilik taniydi, ijtimoiy tarmoqlarda ko'pchilik kuzatadi, hurmat qiladi. Shu sport orqasidan juda ham hurmat e'tiborga darajasigacha chiqqanmiz, erishganmiz. Shu orqali juda ham ko'p ishlarimiz bitib ketadi. Ya'ni shu sport bo'yicha. Intizomli bo'lish kerak. Faqat darrov stress, depressiyaga tushib, любой bitta sohani tashlab ketmaslik kerak. Faqat oxirigacha harakat qilish kerak. Intizom sport birinchi o'rinda men uchun. Shohruh aka, bodybuilding sport turiga kirish uchun necha yosh chegarasi bo'lishi kerak? Ya'ni necha yoshdan kirish kerak bu sport turiga? Endi bu sport turiga 16-17 yoshdan shunchaki o'zi uchun trenovka qilish boshlasa bo'ladi. Zalga chiqib, yengillikni tashladi, turnir anjuman olib, kurs olib. Lekin men bu sportga 18 yoshimdan kirganman. 18 yoshimdan boshlaganman. Shu darajagacha 10 yil, 9 yil ichida shu darajagacha yetdik, faqat to'xtamadik. Bu sport turiga qanday kirib qolgansiz? Men misol uchun chet elda Arnold Schwarzeneggerlar bor, misol uchun bodybuilding yulduzlarida ular. Ronnie Coleman bor. Sizni heroyingiz kim bo'lgan shu davr orasida? Hech kim bo'lmagan. Men bu sportga kirishdan oldin faqat futbol o'ynayotgan bola bo'lganman. Futbolchi bo'lganman o'zi asli Qizilqum klubini dublyorgacha borganman-da. Qo'yil. Futbolchi bo'lgan, futbolga juda ham qiziqardim. Meni bitta do'stim bor, bilan почти birga katta bo'lganmiz. O'sha bola u shaharda o'qirdi, men qishloqda o'qirdim. Qishloq hayotida katta bo'lgan bolaman. Uy boqib, mol boqib. U shahardan har shanba, yakshanba qishloqqa borardi. Qishloqqa borardi-da, futbol o'ynardik, lekin menga keyin shu sportga o'sha do'stim qiziqtirgan. Keyin men shu sport sanam shu yo'nalishga o't, yaxshi sport shug'ullanaylik deb qiziqtirgan menga. Keyinchalik men qiziqib ketdim. Shaharga chiqib, zalga chiqishni boshladim. Prosta o'zim uchun trenovka qilishni boshladim. Hech qanaqa musobaqadan xabarim ham yo'q. Qanday chiqiladi, nima qilinadi bilmayman. Prosta o'zim uchun qiziqib ketib, ko'chaga mana oddiy bolalar futbolkani shirib, qo'l ishtirib yuradi-ku. Shu maqsadda men trenovka qilishni boshlaganman. 3 yil trenovka qilib, yaxshi forma qilganman. Keyin birinchi ustozimiz Baxshulla Sayfullayev Zarafshondan endi kelgan vaqtlar edi, 2009-yil. Bizani ko'rib, formang yaxshi ekan, musobaqaga olib chiqaman deganda, musobaqa nima u, qanday chiqiladi u? Men bilmayman. Men musobaqa uchun trenovka qilmaganman degan. Formamga qarab, shu kategoriyaga chiqasan, normal ekan formang. Agar normalda chiqaman desang, sen olib chiqaman deb birinchi marta sahnaga olib chiqqan inson shu. Shundan keyin maqsad paydo bo'ldi. Shundan keyin maqsad paydo bo'ldi. O'shanda ham musobaqaga chiqib, men 2-o'rinni olganman, yutqizib qo'yganman. O'shandan keyin to'xtamadim men. Yutaman, yutqizganim alam qilgandi-da, bu menga o'sha payt motivatsiya berdi. Motivatsiya olgansiz? Qandaydir motivatsiya berdi, yutqizganligim uchun. Yana ham qaytib yutib, g'alaba qozonib, darsni takanza oxirigacha boraman deb harakatdan to'xtamaganman. Lekin aynan shu sportga olib kirgan meni do'stim biladi, Sadriddin degan do'stim bor. Hozir o'zi meni shu sportga olib kirib, o'zi chiqib ketgan bu sportdan. O'qish bo'lib, ichki ishlarga kirib, formaga o'qib kirib ketdi. Lekin meni sportga shu o'zi olib kirib, keyin chiqib ketgan. Sababchi inson shu. Do'stingiz zo'r ekan. Hammaga nasib qilsin bunaqa do'stlar. Xo'p, ana qarang, Instagramda kuchli imij yaratgansiz. Misol uchun, blog yuritasiz, ovqat pishirishni o'rgatasiz, to'g'ri ma'lumot berishni boshlagansiz. Bu tasodifmi yoki rejali marketingmi? Yo'q, tasodif ham deb bo'lmaydi bu narsani. Endi chunki shu biz ham musobaqaga chiqib tanildik. Bizani ovqatlanish rejimimizga juda ham ko'p qiziqish bo'ldi. Bizga o'sha ijtimoiy tarmoqdan juda ham ko'p savol keldi. Ovqat qanday pishirasiz? Qanday ovqatlanasiz? Nimalardan qanday tayyorlaysiz deganda, keyin men o'zim o'ylab ko'rdimki, может shu narsani qilsam manfaatli bo'lar, birortaga foydam tegar shu insonlarga deb, keyin o'sha rejali marketingni boshlaganmiz. Mana ko'ramiz, har xil murabbiylar bor.
misol uchun kontent qilishdan uyaladi-da. Har xil murabbiylar bor, kontent qilishdan uyaladi. Siz nima deysiz bunga? Uyalmaslik kerak. Ko'pchilik mana bu kamera oldida gapiradigan gaplari yodidan ko'tarilib qoladi. Ko'pchilik uyaladi. Bilimi bo'lishi mumkin ko'p trenerlarning, lekin gapirishga kelgan payt sal uyalib qoladi. O'sha kamerani oldiga ichidagi hamma narsani gapirib bera olmaydi ko'pchilik. Lekin u narsa uyalmaslik kerak, ko'p repetitsiya qilish kerak u narsani. Agar o'saman, yana ham o'sishni xohlayman, kerakli auditoriyani o'zim yig'aman, insonlarga foydam tegsin degan murabbiylar uyalmaslik kerak birinchi o'rinda. Bilimi bor trenerlar bor, lekin kamerani oldida ko'pchilik gapirolmaydi. Sal uyaladi. Instagramingizni kuzatdim. Har xil fikrlarni ko'rdim kommentlarda. O'sha bu yerda ko'pincha aytyapti, onlayn trening olmoqchi bo'lganlar uchun qanday ishlaysiz, misol uchun? Onlayn trening yoziraman, bunaqa qilaman deydi. Onlayn trenirovkada через Telegram orqali onlayn trenirovka qildiraman shogirdlarimni. Vazni, bo'yi, maqsadiga qarab hamma shogirdlarimga alohida programma tuzib beriladi. Trenirovka programma, trenirovka videolari. Shunday qilib natijasini qilib beraman. Ulardan faqat qilinadigan talab aytilgan narsani 100% bajarish kerak. Tushunarli. Mana bu yoshlar sizga o'xshashni istaydi-da, ularga nima deysiz? Havas qilsin, birinchi o'rinda havas qilish kerak, hasad emas. Havas oldiga maqsad qo'yib ishlashni boshlash kerak. Shunchaki men sizga o'xshash xohlayman degan narsa o'zgarib qolmaydi. Men ham lekin hech qachon men ham birovga o'xshayman deb harakat qilmaganman boshida. Prosta o'zim uchun trenirovka qilib, shu darajaga yetganman. Keyin qiziqishim ortib, bir kun ham trenirovkani qoldirmaganman. Shohruh aka, mana bu sizga o'xshab musobaqalarda chempion bo'lish uchun, bodybuilding sport turiga misol uchun mukammal o'rganish uchun birinchi navbatda nimalar qilish kerak? Birinchi o'rinda yaxshi bilimli trener bo'lish kerak. Agar bir natijaga erishaman desa, professionalni bilimi bor, 100% natija qilib beradigan, rezultati bor, undan tashqari muomalalar trener bo'lish kerak. Bilimi bor, natijasi bor, lekin muomalasi bo'lmasa, u trener bilan ishlamaydi. Tushunarli. Shohruh aka, 5 yildan keyin o'zingizni qayerda ko'rasiz? 5 yildan keyin maqsadimiz Mr. Olimpiya chiqish. Inshaalloh. Nasib qilsin aka. Maqsadimiz oliy. Endi harakatdan to'xtamaymiz. Alloh kuch-quvvat berib tursa, sababini qilamiz. Agar yo'limiz ochiq bo'lsa, xudo xolasa Amerikaga borish. Kundalik hayotda eng ko'p eshitiladigan yolg'on gap nima? Yolg'on gap. Endi ko'pincha men shogirdlarimdan eshitaman bu gapni. Bu narsani yedim deydi. Men aytilgan narsani yedim deydi, lekin faktiski yeyilmaydi. Lekin ertaga chiqaman degan yolg'on gap. Zalga ertaga chiqaman degan gap. Asosiy ikkita narsani men pachti har kuni eshitaman. Tushunarli. Xo'p, yoshligingizdagi orzularingiz bugun amalga oshyaptimi? Yoshligimda umuman boshqacha orzularim bor edi. Yosh o'tgan sari maqsadim o'zgarib, harakat boshqa tarafga qarab burilib ketdi. Endi hozir yangi orzularim o'sha tomon harakat qilyapman. Allohga shukr, to'g'ri yo'lda deb o'ylayman o'zimni. To'g'ri yo'ldaman. Endi harakatda to'xtamasak, xudo xolasa orzularimiz tomon harakatlanamiz. Tushunarli aka. Mana endi sport boshlaganlar misol uchun qanaqa sportivniy pitание yechish kerak? Shular bo'yicha ham ozroq maslahat berib o'tsangiz, baribir bizlarni yoshlar kuzatishi mumkin. Shu bo'yicha endi boshlaganlar endi maqsadiga qarab. Kimdir vazn olish uchun, kimdir vazn tashlash uchun javob. Kimdir shunchaki quruq muskul o'stirish uchun maqsadi bilan sport pitaniani tanlaydi. Endi hammani o'zini maqsadiga qarab sport pitaniya tuzib beriladi. Endi aynan men san bu narsani eshitsam, uni maqsadi boshqa narsa bo'lsa, u noto'g'ri ma'lumot bo'lishi mumkin. Birinchi o'rinda ovqatlanish rejimini to'g'irlash kerak, vazn oladimi, vazn tashlaydimi, farqi yo'q. Keyin maqsadiga qarab alohida tuzib beriladi sport pitaniya. U uchun yaxshi trener bilan gaplashish kerak. Yaxshi trener o'zini olish kerak, trener sizga o'zi maslahatini beradi. Tushunarli. Sportdan keyingi rejalaringiz qanday? Murabbiylikdan keyin misol uchun boshqa bir kasb qilasizmi? Vaqt o'tishi mumkin-ku oradan. Nechadir yil o'tgandan keyin. Endi hozir sportdan keyingi rejalar haqida o'ylab ko'rmadim, chunki haligacha sportda erishadigan maqsadlarim juda ko'p. Olim maqsadlarimga yetishmaguncha keyingi reja haqida o'ylab ko'rmadim. Chunki maqsadim hozir Mr. Olimpiyaga chiqish xudo xolasa. Ana shu u yo'lga, u musobaqaga chiqish uchun ham juda
ancha yo'l bor o'rtada. Bu yo'lda juda ham ko'p mashaqqatlari bor, uni bosib o'tish juda ham qiyin. O'sha sababli men hali sportdan keyingi hayotimni o'ylab ko'rmadim. Keyingi rejalarimni tuzib ko'rmagan. Mister Olimpiyaga chiqish uchun qaysi musobaqalarga yutish kerak, ya'ni qayerdan boshlash kerak? Mister Olimpiyaga chiqish uchun birinchi o'rin jahon chempioni bo'lish kerak. Jahon chempioni, keyin har xil Yevropa, Amerikada pro musobaqalar bor. Pro musobaqalarga chiqib, pro kart olish kerak. Pro kart sizga Mister Olimpiyaga yo'llanma beradi. Pro kartni olib to'g'ridan to'g'ri Mister Olimpiyaga chiqish mumkin. Mumkin emas. Mumkin, lekin birdan chiqib siz Mister Olimpiyaga yuta olmaysiz. Mister Olimpiyani yutish uchun shunaqa nimasi bor, ularning yo'nalishi bor. Ya'ni pro musobaqalarni yutib yulduzcha yig'ib olishingiz kerak. Mister Olimpiyaga chiqish uchun. Ya'ni obro'y yig'ib olishingiz kerak. Tanilishingiz kerak. Ya'ni siz nechta musobaqa yutgansiz. O'shanga qarab, sizning obro'yingizga qarab Mister Olimpiyani yutish imkoniyati balandroq bo'ladi. U uchun juda ko'p yil kerak ekan. Juda ko'p yil kerak. Shu podkastimizni ko'rgan yoshlar, misol uchun tomoshabinlar bo'lishi mumkin. O'zini yaxshi fikrini qoldirsa, siz tomonidan qanaqadir hadya berilishi kerak. Shu narsani tashkillashtirsak nima deysiz? Mayli. Agar shu podkastimizni ko'rgan bo'lsangiz, o'z fikringizni, eng yaxshi fikrlaringizni qoldiringizlar. Biz analiz qilib turib, Shohruh akamiz bilan birgalikda sizga hadya berishimiz mumkin. Shohruh aka, katta rahmat. Katta ko'raman. Salomat bo'linglar.